Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda qaytadan atalmış qattiq zarb berish harakatini boshlagan. Uyg'ur yosh o'smirlari majburiy emgakka selinish uchun Sharq Turkistondan Xitoyning har qaysi o'lkalariga o'tganmoqda. Yana bir Xitoy Xalqaro saqchi tashkiloti ijroiya komitetining a'zoligiga nomzod ko'rsatildi. Xitoy Hindiston chegarasiga yaqin joyga strategik uzun musofirlik bombardimonchi aeroplanini o'rnashtirdi. Kanada eng yaqin sheriklari bilan Olimpikni boykot qilish ehtimolligi to'g'risida muzokaralashmoqda. Bayden bilan Xi Jinpingning uchrashishi natijasiz oxirlashdi. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 2021 yil 11 ayning 19 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, yaqinda Xitoy doiralari Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi atalmış qattiq zarb berish harakatini boshlagan. Uyg'urlar umumyuzlik qattiq kontrolga qilingan mushundaq paytdami Xitoyning bu harakatni ep berishi ko'plagan Uyg'urlarni tutqun qilishdan derak berdigan bo'lib, bu harakat 2022 yil 1 ayning 6 kuniga qadar davom qildi ekan. Bu harakatda Xitoy asosligi Turkiyada tuqqanlari bor Uyg'urlarni nishon qilgan bo'lishi mumkin ekan. India Belomus torining 15 noyabrdagi Erkin Osiyo radiosidan naql etilgan xabarda ko'rsatilishicha, Xitoydagi bir emgak kuchi yetkazish shirkati bu yil 6 oyda Qashqardan Xitoy o'lkalariga 3000 dan ortiq kishini yetkazgan bo'lib, ularning 30% 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ekan. Agar bu yakka hodisa bo'lmagan taqdirda Xitoyning Sharq Turkistondagi 18 yoshga to'shmagan bolalarni turkumlab o'z o'lkalariga yetkazishini zulmning yana bir balliq ig'irlashtirganligining alomati deyishga bo'ladi. Xabar haftalik torining 19 noyabrdagi aloqador maqolasida ko'rsatilishicha, 194 a'zo davlatdan tashkil qilingan Dunyo saqchi tashkiloti Interpol mushu oyning oxirida yig'in chaqirib, mazkur tashkilot rahbarlarining xizmatlarini nazorat qiladigan yangi ijroiya komitetini saylash olib turayotgan bo'lib, Xitoy davlat bexatarlik ministrligining muavin ministri Ho Binchin ijroiya komitetining a'zoligiga nomzod ko'rsatilgan. Agar Ho Binchin ijroiya komitetining a'zoligiga saylansa, Interpol Xitoy hukumatining Interpolni davomli suiiste'mol qilishiga yo'l ochib, chet eldagi Uyg'ur, Tibet, Tayvan va Xitoy o'qituvchilarini texmi cho'ng xavfga qo'yishi mumkin ekan. Bu vaqtda 20 dak davlatdagi 40-50 dak parlament a'zosi Xitoyning Interpol ijroiya komitetiga nomzod ko'rsatishiga e'tiroz bildirib, Interpolga birlashma xat yozgan. Hindiston vaqt gazetorining 20 noyabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy sahar gazetining xabariga ko'ra, Xitoyning uzun musofirlik bombardimonchi aeroplanidan oz deganda biri Xitoy Hindiston chegarasi atrofida uchib, Hindistonga jiddiylikni adatmaslik to'g'risida signal bergan. Mazkur xabarda ko'rsatilishicha, 11 noyabr kunidagi Xitoy havo armiyasi qurilganligining 72 yilligini xotirlash to'g'risidagi xabarda Xitoyning Markaziy xalq televiziya stansiyasi bombardimonchi aeroplanining tog'liq rayonlarda uchayotgan qisqacha ko'rinishini ko'rsatgan bo'lib, bu mazkur aeroplanining Himolaya rayoniga avatilganligidan derak berdi ekan. Xitoyning mazkur harakati Hindistonning Rossiyadan setib olgan eng ilg'or S-400 tipli boshqarilgan bombadan mudofaalish sistemasini o'z chegarasiga o'rnashtirishga tayyorlanayotgan mazgilga to'g'ri kelgan. Xitoy harbiy sohasidagi ma'lum bir aylanning Janubiy Xitoy sahar gazetiga bildirishicha, H-6 tipli bombardimonchi aeroplanlar dastlabda Shanxi o'lkasiga joylashtirilgan bo'lsa-mu, o'ltirdan boshlab Sharq Turkistonning Qashqar shahriga o'rnashtirilishga boshlagan. Mazkur uchur manbasi bu vaqtda H-6 tipli bombardimonchi aeroplanlarning Xitoy Hindiston chegarasiga uchib berishi birdamlik ish. Chunki bu aeroplanlar Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan g'arbiy urush rayoniga o'rnashtirilgan degan. Yuqorida tilga olingan urush rayoni urush bo'layotgan rayonni ko'rsatmasdan Xitoydagi birinchi darajalik harbiy tashkilot birligini ko'rsatadi. Navbatda Xitoyda 5 urush rayoni bor bo'lib, ular aslidagi 7 harbiy rayonning o'rniga ta'sis qilingan. CTV News torining 20 noyabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, Kanada Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoy tennis top mohiri Peng Shuayning yaqinda g'oyib bo'lganligi to'g'risida to'xtalganda, Kanada Xitoydagi kishilik huquq tafsirchiliklar to'g'risidagi xabarlardan qattiq beyon bo'lmoqda. Kanada o'z sheriklari bilan Beijing 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni davomli muzokara qiladi degan. Buningdan ilgari Washington pochtasi gazeti qatorliq taratqular Amerika prezidenti Jo Baydenning
Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ylashayotganligi to'g'risidagi xabarlarni e'lon qilgan edi. Amerika Ovoz to'rining 20 noyabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy raisi Shi Jinpingning 15 noyabr kuni kechida o'tkazilgan muayyan sohalarda bo'lsa-mu birdaklik hosil qilinishi mo'ljallangan. 3,5 soat davomlashgan videolik uchrashuvdan keyin hech qanday konkret qaror yoki natija e'lon qilinmagan. Mazkur uchrashuvdagi yorqin nuqtalardan biri sifatida prezident Bayden Tayvan masalasida to'xtalganda Amerikaning bir Xitoy siyosatida chang turadiganligini, ammo Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qiladigan o'z oldiga olib berilgan har qanday harakatga qat'iy qarshi turadiganligini ta'kidlagan bo'lsa, Shi Jinping buningga qarata agar Tayvan mustaqilligini targ'ib qiladigan bo'lginchi kuchlar haddidan oshsa, hatto qizil chiziqdan bo'sib o'tsa, biz cho'qim tadbir qo'llanamiz degan. Uyg'ur masalasining bu uchrashdimi boshqa masalalar qatorida yuzaki tilga ilinganligi kishilik huquqni kuzatish tashkiloti boshchiligidagi tashkilot va shaxslarning kuchli e'tirozini qo'zg'agan. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.